Alo. Allo. Ha. Allo, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Samarqand viloyati Urgut tumani G'ishmachit mahallasida istiqomat qiluvchi Fayzullayeva Gulruh opajonim, siz bilan muloqotdamizmi? Ha, albatta. Sog' salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi opajonim? Yaxshi, ha. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Hozirda biz sizga Tabrik.uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Avvalambor bugungi murodbaxsh shanba oqshomi muborak bo'lsin. Bugun qarshi olgan 37 bahoringiz bilan chin qalbimizdan Tabrik.uz loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etib qolamiz. Rahmat sizlarga. Minnatdormiz. Allohim hayotingizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, yuzingizni nurli qilsin. Qalb dunyoyingizdagi orzularingiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsin opajonim. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga xursandchilik ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Bir so'z bilan aytishim mumkin. Ayajonim, opalarim, akalarim bo'lsa kerak. Albatta, qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz g'oyibona tabriklarni? Ko'proq ayajonimdan, akam Ulug'bekdan. Albatta, yanglishmadingiz, to'g'ri topdingiz. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga ham alishmaydigan akajoningiz Oybek aka, Ulug'bek aka, sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi opajonlaringiz Sadoqat opa, Munojat opa hamda mehribon yangijonlaringiz Dilrabo opa, Maqliyo opa va barcha jiyanlaringiz nomidan sizni bu dunyoga kelishingizning asosiy sababchilari bo'lgan Volida-i muhtaramangiz Muhayyo onajonimiz nomlaridan tabriklash maqsadida kutilmagan jonli qo'ng'iroqni siz uchun amalga oshiryapmiz. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Minnatdormiz. Onajoningiz ham sizni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini mana shunday g'oyibona tarzda yo'llab qolibdilar. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Ayajonimni borlariga shukr. Yaxshiyam ayajonim bor, opalarim, akalarim, men hammalarini juda ham yaxshi ko'raman. Albatta, ular ham sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Mayli, qancha ayajonimni tabriknomalarini eshitishga tayyorman. Ushbu dilnomalarni Volida-i muhtaramangiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Mayli. Jonim qizim, jahonim qizim, sen bog'imda yagona gulim, gar ranjisang yoshlanar ko'zim, quvonsangchi shodlanar dilim. Suyganim ham sen, borim o'zing, borlig'im o'zing, yuragimga quvonch baxsh etar ona degan har bitta so'zing. Dunyolarga alishmam seni, o'zingsan-ku mening dunyoyim, zulmatlarda qolgan onasin, yorug'likka eltgan ziyoyim. Kechagina dunyoga kelib, hozir esa 37 yoshga to'lding, menga qayta hayot baxsh etib, yashash uchun sababim bo'lding. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim, yaratganga sanolar bo'lsin ming bor, bu hayotda chunki baxtimga sen bor. Assalomu alaykum dunyoda tengsizim, farishta yuzligim, beg'uborim, ko'zlarimning oq u qorasi bo'lgan dilbandim, qizalog'im. Allohim seni bizga tuhfa etgan kun,
Yana bir bor onalik mehrini menga to'ydirgan kuning, qarshi olgan 37 bahoring bilan chin yurakdan muborakbod etib qolaman. Senga Allohimdan sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, omad, quvonch tilab qolaman. Ilohim toliying baland bo'lsin. G'am, anduh, neyligin hech qachon bilmagin. Doimo Allohning panohida bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'l. Bu chiroyli ko'zlaring hech qachon namlanmasin. Pok qalbing hech qachon dog'lanmasin. Qayg'u, hasrat joy qidirsa, sira qalbingdan joylar topmasin. Qizalog'im, beg'uborim, men sizlarni jonimdan ham ortiq yaxshi ko'raman. Sizlar mening bu dunyoda topgan eng katta boyligim, yashashimning sababchisisizlar. Erkatoyim, beg'uborim, qizalog'im, sizlardan mening umidlarim juda ham katta. Ilohim kelajakda Makkaga iymon bo'ladigan solih, soliha, qori, qoriya farzandlarni ota-onasi bo'lishliklaringni Xudodan so'rab qolaman. Qalbimdagi tilagim hayoting baxtli lahzalarga va takrorlanmas ajoyib hayajonli daqiqalarga boy bo'lsin. Hayot so'qmoqlarida seni qo'llab-quvvatlovchi va umid baxsh etuvchi yaqinlaring, istalgan paytda yordam qo'lini cho'zishga tayyor bo'lgan do'stlaring, yoru birodarlaring aslo tark etmasin. Hayot yo'ling igna bilan ko'z o'qiga yozishga arzigulik, ibratli va takrorlanmas baxtli onlarga boy bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'raman, dunyolarga ham alishmayman. Qizalog'im, mehribonim, dunyodagi jamiki ezgu tilaklarni, yaxshi tilaklarni senga tilab qolaman. Baxtimga hamisha sog' salomat bo'l, deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Dili ranjib, buzilmasin hech tabi. Mashaqqatlar qaddini dol etmasin, qiynalmasin. Bu hayotda men kabi farzandlarim aslo ozor chekmasin. Sadoqatga mahkam bog'lab ahdini, xushvaqtlikda o'tkazsin o'z vaqtini. Bu hayotdan topsinlar o'z baxtini, farzandlarim aslo ozor chekmasin. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga ham alishmaydigan onajoningiz nomlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma biz orqali qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik, quvonch ulashgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz, loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, opa-ukalaringizga, mehribon onajoningizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Hayajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukur. Sizga dunyodagi eng yaxshi niyatlarni tilayman. Nasib bo'lsa, hayajon, siz, men, opamlar, akalarim bilan oilaviy birga Umra ziyoratlariga borish nasib qilsin. Hayajon, sizni men juda ham yaxshi ko'raman. Opalarimni ham, akalarimni ham juda ham yaxshi ko'raman. Borlaringizga shukur. Opalarim, farzandlaringiz bilan baxtli bo'lingizlar. Akalar, sizlar ham akajonlarim, farzandlaringiz bilan baxtli yashangizlar. Sog' salomat bo'lingizlar meni baxtimga. Hammalaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Yangajonlar, sizlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat, mana shu tabrik uchun juda ham kattadan katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham quvondim. Meni borim sizlar, borlig'im sizlar, hammalaringiz. Rahmat. Ilohim aytganlaringiz kelsin, qalbingizdagi o'ylagan barcha orzu, umidlarga Allohim bekamikoz yetkazsin. Rahmat sizlarga ham. Minnatdormiz. Opajon, sizga bir savol bilan yuzlansak maylimi? Mayli. Mehribon onajoningizga qachon oxirgi marta ularni qanchalik yaxshi ko'rishligingizni, dilingizdagi so'zlaringizni izhor etdingiz? Oxirgi marta? O'zlariga qachon aytdingiz yaxshi ko'rishligingizni? Borganda aytaman o'zlariga.
Albatta, biz sizga mana shunday unutilmas onlarni taqdim etamiz. Marhamat, bizning loyihamiz orqali onajoningizni qanchalik yaxshi ko'rishligingizni, ularga bo'lgan dil izhorlaringizni yo'llab qolishingiz mumkin. Ayajonim men uchun ham ota, ham aya bo'ldi. Meni dadamga yo'qligini bildirmay o'stirdilar. Eldan buyab qilib o'stirib, mana shunday elga yuzi qilib uzatdilar. Men bundan judayam ayajonimdan katta rahmatlar aytaman. Ayajonim meni faxrim. Ayam bilan judayam faxrlanaman. Akalarim ham, opalarim ham, oilam bilan judayam men faxrlanaman. Yaxshi ko'raman barchalarini. Ilohim aytganingiz kelsin, doimo mana shunday Alloh muhabbatiga, yaqinlar hurmatiga, ardog'iga payvand bo'lib, dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashashlik baxti sizga nasib etsin, opajon. Rahmat. Minnatdormiz. Mehr oqibatlaringizga, muhabbatlaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin deb qolamiz. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat. Minnatdormiz. Qiz uzatmoq asli qiyin bo'lar ekan. O'ylaganda ko'zingga yosh to'lar ekan. Shohi atlas liboslarga qarab qunar. Qiz bechora hammasiga ko'nar ekan. Bog'imdagi o'sgan guli g'uncha qizim, bag'rimdagi uzib olgan kulcha qizim, bog'imdagi o'sgan guli g'uncha qizim, bag'rimdagi uzib olgan kulcha qizim. Polaponim bo'ldi endi uchirmajon, o'z inidan uchib ketgan kuydirmajon. Baxtli bo'lsin bolam deya duodaman, taqdiriga bo'lsin endi suydirmajon. O'ylaganda otasining ko'zida yosh, ona bag'ri endi sog'inchlarga talosh. Bog'imdagi o'sgan guli g'uncha qizim, bag'rimdagi uzib olgan kulcha qizim. Shukronakim hayotingdan ko'nglim to'ldi. Tanlaganim kuyov emas o'g'il bo'ldi. Qaynonangni onam degin hurmatin qil. Quda emas menga opa singil bo'ldi. Ikki ota, ikki ona boyim qizim, yuzlarimni yoriq qilgan oyim qizim, bog'imdagi o'sgan guli g'uncha qizim, bag'rimdagi uzib olgan kulcha qizim.